Assalomu alaykum aziz obunachilar. Nusra kanalidan shaddiy kuzatib boruvchi aziz qadrdon do'stlar, mana bugun yangi obyektamiz. Bu yerda kecha katlavorlarni kavlatib, padushkaga qo'yish jarayonini boshladik. Bir qator shu uy qurmoqchi bo'lganlar uchun qo'ldan kelgancha tushuntirib olishga harakat qilamiz. Kimdir shu o'zi qildirmoqchi bo'lsa, imkoni boricha shu lekin konstruksiyalardan foydalansa, foydasi tegsa, biz albatta bundan xursand bo'lamiz. Qo'ldan kelgancha shu 15 yillik tajribamizni sizlarga o'rtoqlashib, hamma yerda har xil usulda qilamiz. Uy egasining cho'ntagiga, sharoitiga qarab maslahatlar beramiz. Qilsa shunga qarab qilib beramiz. Endi bu yerda qilinayotgan konstruksiyalarimizni aytib o'tib ketamiz aziz qadrdonlar. Shu noldan qilinayotgan birinchi konstruksiyamiz, xudo xolasa shu katlamon kavlashdan boshlanadi. Podvallik bo'lsa, shunda imkoniylar boricha uylarda u devorning u chekkasidan bu chekkasidan o'lchaganingizda, misol uchun ichi 6 metr va sirtidan sirtiga 680 bo'lyapti. Endi biz 2 metr xod qo'shib qo'yamiz. 1 metr bu tomoniga, 1 metr bu tomoniga oshiqcha kavlattiramiz va 1 metr bu tomoniga, 1 metr nari tomoniga oshiqcha kavlatganingizdan keyin orada xod qoladi. Shu beton quyib ko'tarib chiqqaningizda orada 1 metr yo 60 sm odam yurishib gidroizolyatsiya qilish uchun sizlarga xod qolsa, ertadan keyin foydali bo'ladi. Gidroizolyatsiya qilib qiynalmasdan sakis surtib va salapon yopishtirib, yo bo'lmasa qora qog'ozni qizdirib yopishtirsanglar, gidroizolyatsiya qilib ertadan keyin podvalliklarda remontiga ziyon yetmaydi. Yerdan nam sizganda ham betonga o'tib ketmaydi. Agar bunaqa qilmasanglar, ertadan keyin betonni ichini remont qilganlarda betonga qancha nam tegsa, betonni bilasizlar, so'ruvchan bo'ladi. Namni so'rib ichkariga o'tkazib yuboradi. Zak bo'lib qoladi. Shuning uchun imkoni boricha salapan yozib, beton quyib va yonbosh tashqi tomonlarini gidroizolyatsiya qilasizlar. Yer sathidan ko'tarilguncha gidroizolyatsiya. Bu gidroizolyatsiyamizga har xil bo'ladi. Kimdir yer joylari quruq bo'lsa, salapanni o'zini qiladi. Kimdir sakis surtab salapan yopishtiradi. Kimdir sakis surtab turib qora qog'ozdan qizdirib, yopishtirib, nam o'tmaydigan qiladi. Shunaqa aziz qadrdonlar, imkoni boricha shu katlamonni kengroq kavlattirib, keyin betonni quyib, bemalol zasipga qilib yerni betiga chiqarib olsanglar bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, tagiga sheben zasipga qo'yib oldik, 5 sm o'ringa chiqarib oldik va 40 sm toza beton quyiladi. Eniga 80. Bu yerimiz podval bo'ladi. Podvalimiz ichi polishi 66 metr. Padushkamiz 80 ga 40 qilinyapti va ko'rayotgan bo'lsanglar, qalin salapandan sovoryapti, tagidan zak chiqmas uchun. Bu sheben ham uncha zakni tepaga chiqarmaydi va undan keyin salapan solyapti, betonga nam chiqmas uchun. Qadrdonlar, keyin padushkani orasini katlamonning orasini kattaroq kavlasanglar, beton quyib chiqqanda orasi zazor bo'ladi. Uni gidroizolyatsiya qilish uchun, misol uchun, sakis bu yerda sakis surtamiz betonga va salapan yopishtirib turib turpoq to'ldiramiz. Shunda ham sakis plus salapan ham yeri tagida bilasizlar, chirimaydi. Namda tursa, ming yillab kerak bo'lsa turaveradigan narsa bo'ladi. Va bu tomoni yana uy bo'ladi. Bu yerdan chiqib olgandan keyin, noldan yerdan ko'tarilgandan keyin bu yerda padushkasiga qo'shib ulab ketamiz. Eng oxirida armatura tashab. Hozir bu yerga armatura to'qilgan. Bularni ham ko'rsatamiz. Mana aziz obunachilar, armaturalarni mana shunday ko'ryapsizlar. Bunaqa beldam chiqib olib, baylab tashlalyapti. 25 ga 25, 30 ga 30, shunaqa har xil joyiga qarab shu ekonom qilib bersa kattaroq, orasini shagini kattaytirib, orasini kattaytirib qo'yilyapti. Endi buni tagiga mana xudo xolasa ko'rayotgan bo'lsanglar, yarmigacha apalab ketganmiz. Yarmi yer tagiga kavlanyapti. Shu kavlagan padush notekstroq kavlangan ekan Samsung. Shuni hisobiga mana yarmiga apalab ketib qolgan. Hozir bu yerda armaturasini ko'tarib turib, simga apalabdan simga baylab qo'yamiz. Yerdan ko'tarilib turadi, shunda bir 5-10 sm ko'tarilib turadi. Hozir apalabchalar tikib, tagiga salapanlar yozib, beton quyib olsak, tagidan ham zak bermaydi. Keyin uni oshib turgan salapanni yonboshiga qo'yib turib, beton yonboshiga turpoq solib, sakisdan turpoq solib bekitib olinadi. Shu nam, zak bormas uchun. Aziz obunachilar, yana qanaqadir xizmatlar bo'lsa, qurilishga oid bemalol murojaat qilaverasizlar.
noldan boshlab uy quramiz, beton quyish, g'isht urish, shuvoq, stiyashka, seysma kolonnalar, shu qurilishga oid xizmatlar qilamiz. Hamma instrumentlarimizdan kelib xizmat beramiz. Mana bu yerda ham ko'ryapsizlar, apparatchalarimizni olib kelganmiz. Mana ikkita yangilik qilib, yana ikkita mishalka oldik Nurstroy jamoasi uchun. Mana usta akalar kolonnalar uchun xomutlar to'qiyapti, armaturalar. Bu 10 to'rli armaturamizni 14 mingdan adashmasam oldi. 10 to'rli armatura mana kolonnalar uchun. Bu 10 to'rlik kolonna uchun, bir etaj, ikki etajlar uchun kolonnalar bo'laveradi. Agar 3 etajga mo'ljallasangiz 16 likka o'tasiz, 16 lik qo'yiladi. Xomutlarimiz orasida 25 dan 30 gacha qilinaveradi. Kimgadir bu ham foydali bo'ladi degan bilaman. Ana mishalkalarimiz, qiziqsanglar, buni 3 million 600 mingga oldik. Nargisini 3 million 200 mingga. Bu 210 litr, bu 230 litrlik beton miksirlar olib keldik. Ikkita shoba, bitta brigadaga bitta bo'lsa, ulg'ish qiyin bo'ladi. Ikkita bilan ish yuradi. Shuning uchun oldik. Yana qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar.